Bosdim. Assalomu alaykum Facebook yoshlar. Tandirda tikka qurmasdan yotqizib qursinlaring menga o'xshaman. Atrofida o'tirib olib, nonni uzaverasizlar. Somsani ham bunday qilib yopib, bunday qilib yopib, mana o'tirib olib uzaverasizlar. Hali yopganda iyak quyib, manitlab qora yotmaydi-da. Juda oson bo'ladi. Mana uzib ko'rsataman deb. Mana. 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 Kimda tandirga gapga kirmay orqasi bermaydigan bo'lsa aytsalaring, shitdan turib bunday qilib dam solib qo'yaman, borma og'rib, vaniyat shifo deb. Tandirlarning vobshe orqasiga olmaydi, kesaga ko'chmaydi, zo'r bo'ladi. Masofadan turib dam solib qo'yaveraman. Aylanib keting, nonlar qarang, mana. Endi hapomislar razmeri har xil bo'lib ketgan, ko'ngli bo'sh odamda xamiri ham bo'shib ketadi-da. Ana oxirgisi. Mana. Ana endi bir paqir kartoshkani buning ichiga ko'mib qo'ysangiz bormi? Shashlik, kartoshka shashlik. Kartoshka shashlik bo'ladi, men hayron qolaman-da. Mana O'zbekiston kartoshkani import qiladi. Kartoshka yetishmovchiligidan mana rossiyalik kartoshkalar 5000 dan 5000 gacha sotilyapti. O'zbekiston go'sht ko'p yeb olganidan mana Mongoliya, Hindiston, Pokistondan ham go'sht kelyapti. Bunday statistika agentligi yozadi-da, shuncha go'sht keldi, shuncha kartoshka keldi deydi. Buni o'qigan amaldorlar xalq qo'rdoq yeyapti deb o'ylaydi-da. Bilmaydiki, kambag'allar to'lka kartoshka qaynatyapti hozir. Bo'pti, so'ylashamiz tinch bo'ylar.